Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga Aktiv polimer polietilin quvurlar zavodimizni qisqacha obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ko'pchilikning xabari bor, zavodimiz 2019-yildan beri faoliyatini olib boradi. Va shu paytgacha biz Toshkent shahrida algoritmda ish faoliyatimizni boshlaganmiz va 2025-yilgacha mana shu joyda ishlab kelganmiz. Hozirda biz zavodimizni kengayganligi munosabati bilan Zangiotadan 2 gektarlik yer maydoni olganmiz va mana shu joyga apparatlarimizni ko'chirib, o'z faoliyatimizni Zangiotadagi mana shu katta joyimizda olib boryapmiz. Ushbu yangi zavodimizda qurilish montaj ishlari olib borilyapti va shunga qaramasdan biz ishlab chiqarishlarni ham to'xtatganimiz yo'q. Yangi joyimiz haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu joyimizda seriyolar uchun ham, tayyor mahsulotlar uchun ham juda ham katta skladlarga yer maydonlari mavjud. Bu o'z vaqtida mijozlarimiz uchun ancha qulaylik beradi. Chunki biz bemalol seriyolarni oldindan olib qo'yishimiz mumkin. Kerakli bo'lgan mahsulotlarni ham oldindan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Mana misol uchun hozir seriyo masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda seriyolar juda ham qimmat bo'lib ketyapti. Xabarlaring bor, Erondagi bo'layotgan voqealar munosabati bilan seriyolar juda ham qimmat bo'lib ketgan va biz hozir anchagina seriyo g'amlab qo'yganmiz. Bemalol hozir telefon qilib bizdan turba xarid qiladigan bo'lsalaring, oldinga nisbatan, ya'ni boshqalarga nisbatan ancha arzon xarid qilishlar mumkin. Va undan keyingisi hozir mana yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish ishlari uchun turbalar kerak bo'ladi, kichik razmerdagi turbalar. Bu turbalarni ham biz bemalol oldindan chiqarib qo'yib, skladlarimizga qo'yib qo'yishimiz mumkin va bemalol sizlar kelib, buyurtmani bergan zahoti olib ketib ishlatishlar mumkin. Mana shunaqangi qulayliklar uchun ushbu katta zavodga o'tdik va hozirda faoliyatimiz olib borilyapti. Tez kunda ushbu zavodimizni to'liq obzorni ham qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozirgacha bo'layotgan ishlarni va stanoylarimizni ko'rib chiqishlar mumkin. Aytgancha yana bitta muhim narsa, oldingi joyimizda 3 dona apparatimiz bo'lar edi. Lekin o'sha paytda ham 16 mm dan 8 mm gacha bo'lgan turbalar ishlab chiqarardik. Hozirgi joyimizda ham 16 mm dan 8 mm gacha bo'lgan turbalar ishlab chiqaryapmiz. Lekin oldinga nisbatan hozir bizda ishlab chiqaradigan stanoylarimiz, apparatlarimiz 3 ta emas, 8 ta bo'lgan, ya'ni 5 taga ko'paygan. Bu nimani anglatadi? Sizlar agar zakaz beradigan bo'lsangiz, zakazlaring oldinga nisbatan juda ham tez bitadi va o'z vaqtida qo'lingizga yetib boradi. Biz doim P80 va P100 xomashyolardan foydalanamiz. Sifatini bemalol kelib ko'rishlar mumkin. Joyimizdan unchalik uzoq emas. Erkin postidan 6 km ichkari kirganda Zangiotada joylashgan. Quyidagi raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumot beramiz.